Assalomu alaykum, mini traktor ishqibozlari, akalar. Mana yana bitta 11.05 mini traktorimiz bilan 120 lik jatkamizni perdilka qilingan holatini ko'rdilaring, ishlash jarayoni, inshollari, mana ko'tarib tushirishlari bemalol ko'rishlaring mumkin. Remen orqali harakatni oladi. Remen tortadiganim men qo'shganim yo'q. Yerda ichiga kirganlaringda оборотni tezlashadi. Gazni qancha kuchli bosganlaring sari jatkamiz yanada tezroq ishlayveradi. Xo'p, 11.05imiz 18 ot kuchli akalar. Orqasi perdilka bo'ladigan, ya'ni kirib chiqadigan razmerga to'g'ri kelaveradi. Orqa frezasi 120 lik. Katta frezadan qo'yilgan 3 talik remenli ko'rishlaring mumkin. Hamma yo'g'i komplekt holatda 37 million so'm narxlarini chiqarib qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoning tagida nomerlarimiz bor, murojaat qilaverasizlar. 11.05imizda ishlatib bo'lgandan keyin massalarini uzadigan joylarigacha bor. Buni o'rniga bemalol mana bu yerga dinam perdilka qilib qo'ysalaring bo'laveradi. Hozircha dekompressorni bosib o'tatsalaring akalar, bu 11.05imiz akkumulyator o'tirib qolmaydi. Katta korobkali, katta motor 18 talik va 120 lik jatka, 2 korpusli puluk, 120 lik freza. Hamma yo'g'i komplegi bilan 37 million so'm. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishda mana yo'lda bo'yidagi magazin perivaldan tushirishlaringda akalar. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Hammasidan bor. Videolarimizni kuzatib boringlar.